qirsillabadi-yu. Ne bunisi qirsillatadi. Nima chiqar? O'lib qolmaysiz ishqilib? Unutib qolaman. Ha mayli. Hammaga salom o'rtoqlar. Bu videoda biza, o'zim kanalimdagi nima qilyapti bu? Aytgancha bu videoda yangi challenge va bu challenge nomini qancha pastroq tovush chiqarib ishni bajara olsang yutasan challenge. Qancha pastroq ishni bajarish. Va men masalaga qisqacha qoidadan tushuntirib o'taman. Biz odatda qiladigan barcha ishlarimizni qanaqa ovoz chiqargan holda qilishimizni bilmas ekanmiz. Va shuning uchun ham biz ana endi mana shu fakt ustiga challenge qurdik. Ya'ni kim pastroq mana shu kundalik holdagi ishlarni qila olsa, o'sha yutadi. Va qani ko'ramiz, bizda qanaqa natija bo'lar ekan. Shu uchun video oxirigacha ko'ring. O'rtoqlar, hammaga salom. Bugun yangi YouTube video chiqishi uchun soat mana ko'rishingiz mumkin. 4:30 ertalab va biz shu paytgacha ham hozir yangi YouTube videoni montaj qilamiz. Va lekin men bir haftada 3-4 ta video chiqarayotgan paytim mana haligacha mana shu yerda turgan statistikani ko'rasizlar, 70% dan ko'p odam obuna bo'lmasa kuzatyapti. Mana diyorum sizlarga o'qitdiki, ko'rasizlar. Iltimos, agar siz mana videomni